الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، بقول من الشخصيات العظيمة في تاريخنا، شخصية يعني خنشا دبرسك حقنا بيرول مرغن شخصية المزقن، ألا وهو شخصية أحمد يسوي. طبعا شيخ أحمد يسوي، تمام، اللي هو من مواليد 1093، يعني 1000 برميل الأول تقول قال بكشة. بو شخصية كوب تأثير بر وجدان شعبي وروحي تركلرجا شعوبة تركيا، بقول تركيا بس هم تركلرجا، تمام. بير تركستان دي لقب بار، بير تركستان تركيا جا بقول كوبنش جامعلر كوبنش مدر بشو بكشين أتجا جامعلر. بير تركستان دي بو أدم لقب بيلجان. وحضرة السلطان دي شده، حضرة السلطان، سلطان مرتبة سكتشقر شده بكشينا أحمد يسوينا. وأحمد يسوي إسلام ده مليون لرجة إنسان، تمام، مليون لرجة إنسان آسيا وسطى وبلقان لرجة وأناضولجا إسلام كريشكا ومسلمان بلشكا سبب ده بكش. شنو يبرع عظيم بالإنسان أحمد يسوي. طبعا كازاخستان قد تقول جنلر مدينة يسا، تركستان كي أوخلر قزاخستان سيول تركستان ده أوخ. طبعا يعني بخارجة أخو جنلر بكشة، و يعني insanlarda çıralık basit ما بلا أورجاتشكا، تمام، غيرت خانlar بكشة سلطان حضرتلاره. كتاب كي بقول قبرمز اللي هو كتاب مو ديوان الحكمة. ديوان الحكمة مهم كتاب، يعني لغة التركية شون وتركلار شون إن أنا كتاب لرجع بتسه من أمهات الكتب، تمام. وبكتب شرالك شرين تركشجا وبسيط عامي تركشجا يزغن بكش عامي لاشتركن. طبعا يعني bu kitapta sebebinde ko'pincha Türkler ve Türk milletleri İslam'da hifz qilishgan şiir shakliga hifz qilishgan. Ve bu İslam'da chiroyligini ve jamolini nimasini she'r bilan boylab insonlarga bergan. Qancha bir azim bir ish. Ve bu kishini xosiyatlaridan bittasi 63 ga kirgandan keyin bu kishi o'zlarini bir joyga nima qilib, xilvaga kirib boshqa chiqmagan ekanlar. Chunki aytgan ekanlarki, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tashqari yashagan umrgan nima qilmayman, o'zimni ko'rsatmayman deb xilvaga kirgan ekanlar. Va 10 yil taban undan keyin iboda va ta'lif va ta'limga shu xilvasidan chiqmaganlar to vafot qilganlargacha. Taban yani nimalari bor edi, toliblari bor edi. Toliblarini nima qilardi? Ham erkaklik, ham farislik, miqdomlik, shajoatni o'rgatardi. Rijol chiqarardi va niso chiqarardi, tamommi? Va bularni mana shu tilmizlarda keyin yuborardi nimaga? Turkistonga. Afg'oniston taraflariga, Anadol, Turkiya, bugungi Turkiyaga yuborardi. Va mana shularning sababini men bildim, shuncha mana shu joylarga islom nashr bo'ldi va insonlar islomga kirdi va istimror qildi va bungacha istimrori bor. Shu kishining barakatidan. Shuncha millionlarca insonni islomiga va musulmon qolishiga va shu kishi sabab bo'lgan. Shayx Ahmad Yasaviy. Shunga o'xshagan Amir Temur buni qadrini bilib va ahamiyatini bilib katta bir nima sotganlar bu kishiga. Ya'ni bir tazkir, bir yani qadrini bildirish uchun. Va mana shu bugungacha min aham al-ma'alim al-ish al-mi'mariyya fi al-alam al-islami bugungacha va UNESCOga kirgan. UNESCOga kirgan. Va طبعا bunu shogirdlarga, mashhur shogirdlarga يعني جلال الدين رومي الشاعر العظيم، حاجب Bektash Vali, Yunus Emre bular hammasi Turkiyaga kelib asoslari qo'yib ketishgan. Va yani Ahmad Yasaviy bizni dadalarimizgan, bizni simgalarimizgan, bizni alomamizlarga bilishimiz kerak va o'rganishimiz kerak va tanishimiz kerak. Shu azim insonlar bilan istinhoda himmam qilish uchun, himmatimizni ko'tarish uchun
Biz ham bilsakki joyimiz qayerda tarixda, kimmiz? Bizni taraflarimiz shu dunyoni hukm qilgan, dunyoni yuratgan, dunyodan ilm chiqargan mintaqalar edi. Hozirdagi holga qaramaylar. Ana shuni qayta olib kelishga qo'shiq qilaylik. Bolalarimizga o'rgataylik. Mana shu himmatni ichiga ekaylikki chiqsin, bilsin kim bular. Va lana al-hokum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.